Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Farzandim o'lib qoladi. Sekinroq, namuncha baqir-chaqir qilasiz. Siz bolangizdan boshqa kasal yo'qmi sizda? Hozir qizim o'lib qoladi. Shuna qizimga qarang. Yo, oldin to'lov qiling, keyin qaraymiz. Hozir pulim qolib ketdi. Telefonim bor. Telefonimni zalofga Sizda qalay ko'p cho'rinib yotganingizni qarang. Oxirida ehson qilaveringlar deb ketaverasizlar. Ana kassa borib to'lov qilay oldim. To'lov qilaman, do'xtir. Siydi. Shunchalar qimmatmi, shu pulsiz sumatmi? Boylik eng ulug' ne'mat, yo'q men son qiymat. Dunyo Bolam, meni kechir. Kambag'alligim uchun meni kechir, bolam. yo'q men son qiymat. O'ylab qolaman o'tkin solam, mol dunyo. Voy, assalomu alaykum. Nima bo'ldi bu qizchaga? Alaykum assalom. Bandani bular kelishaydi, bular qaraymizlarmi? Yo, bular oldin kassaga to'lov qilishlari kerak. Bu yangimisan deyman. Bularga qaramanglar qilasizlarmi? Tashib kelishadi. Sotuvda badan, tavba qil qo'rq Alloh daftidan. Bu pul inson qadridan ustun emas, tushundingmi? Do'stim, ham pulni oling. Yo'q, kerak emas aka. Pul qo'lga kira. Bugun menda bor, ertaga sizda ham bo'ladi. Yoki sizni hozirgi holatingiz bir kun kelib menda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir buni olib, yaxshi kuningizga ishlating. Texno City firmasi nomidan sizga ehson bu. Chin yurakdan. Rahmat. Sen bugundan boshlab ishdan bo'shading, tushundingmi? Sanda kerak